kuleverme. Hayda, telefonu ham sotib o'rganma. Usta, nima qilamiz endi ustoz bag'ida? Hayratdan ko'rdik, tomda sotolma qildi u. Mokana ham mokana qildi uka. Endi mana hayron turibman uka, mana shu yerda nima qilish bilmay yuribman. Usta, o'zim mo'shtaga qancha pul ketar ekan hisoblasan? $870 hisobga bergan uka. Usta haqqi yo materialmi? Hammasida qilib beraman degan shu. Ha, chiqishi. U ham so'rab turibdi. O'shanga o'shadan qaytib ketsa. Nexia turibdi hali ustoz. Nexia'ga ketsa $100 pul ketadi. Asosiy aniq qilib berishga. Olib shu usta $1000 pul topishimiz kerakmi? Bir ish pish qilali, o'zim mo'yka bo'lmadi. Yo'qsa bu ish pishda piyni, yo'qsa bir ish bo'lsa bo'lmaydi. Nima ish qilamiz? G'o'zapaymi? Qo'ya. Ko'pagina berdi gektar. Usta yulib ko'rsatchi. O'zib desam, Ha. o'zib qancha to'ydi? 7000 ga kam bo'g'i. Bo'g'i 7000 bo'lgan bo'lsa ancha o'lish kerak, ha. Ya yulib tashlaymiz usta. Ha. Biz 3,5 ming sotamiz. Bir g'oz olib 2 voq qilamiz. Kichikroq qilamiz. Kichikroq qilamiz, bizniki nima ketadi ham aka? Qani oladimi? Oladi. Oladigan bo'lsa yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Siz bilan biz g'oz olib yuramiz, siz xaridor toping. Bilib turdim, men klient yo'qsam 1 soat deb kelaman, o'tdimi? Bo'ldi. Sizlar ish qilaveraman, kelaman. Usta ko'chada 7000 ga kan narxi. Ashiga qarab traktor bilan olib kelavering. G'ayrat. Shuna bu kullanib, boshlar nimalarni ko'rdi do'st. Qaramay qamni do'stim. Mashina boshlamizmi do'stim? Men şeydan 1 gektar deganlar usta. Lekin oson emas ekan, o'zib yurishadi do'stim. Endi nima qilali o'rtoq? Usta bilan menga variantga hech kim e'tibor bermayapti. O'sha 5 puldan pasaport qiladi. Hop, Menda bir reja bor. Yo'qdi mana. O'tirchoqna. O'yoqqa maza qildi-ku. Meni ham bir temada. Kalkulator bormi yo'qmi? Hayda, telefonni ham sotib o'rganma. Qara qo'shni. Hozir uydan bo'lsak, qo'shni 100 g'oz olib yuldi. Ha, hop 7 ming sotsak 700 ming bo'ladimi? 700 ming bo'ladi o'rtoq. 100 ming yo'l kira. To'g'rimi? Ha. 600 ming pul qoladi. $1000 pul topishni nima qilish kerak bilasan? O'sha 600 ko'paytirish kerak o'shni. O'tkazmasan ko'paytiraman deb chiqdi yoshni. Ko'paytira olmadim. Men ko'paytiraman bu safar. Menga ishon. Ustidan bir narsa deb o'ylab turasan yana. Menikidagi bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'ldi, gap yo'q. Ustiga shundoq kiysildi, Usta Nessia'ga sotdi deymiz. Nessia deymizmi? Nessia'ga sotdi deymiz, qimmatroq sotdi deymiz Nessia'ga. O'shida ustiga bir telefon qo'yibchi, klient topgandurlar. Ana qilib loylaga belanib yotavermaymiz-ku. Yana bu proqatni nimani boshladiki? Billahi, yana nima muammo ekan? Alo. Usta, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Klient topdingizmi? Biz yulib bo'ldik G'o'zapoyada. Ha, klient topdingiz, gaplashdingiz klient bilan. Usta, Ha. ama yaxshi, mana debdi klient bor ekanda qo'shni. Aha. Nessia'ga so'rabdi, bir haftaga 10 mingdan, nima deysiz? Yo'q, hayda o'zi kod bor, uni shart masloga sotish emas. Nessia'ga men narx sotayli. Usta, bir haftadan bir pas o'tib ketadi-ku. So'msa pas bo'ldi ekan, so'msa pas. Bu bo'yicha gaplashamiz. Bo'ldi, hop, keling usta. Hop, usta, hop. Qo'shni, bo'lmasa biz olib chiqib to'shib turaylik. Usta topgan klientga sotsa sotdi. Bo'lmasa Nessia'ga shunga sotib turib ko'paytiramiz do'st. Bitam qilaylik. Ketdi, olib chiqish boshladi qo'shni. Hop. Bu asfaltga chiqish ham qiyin o'rtoq. Oxirgisi mana shu. Ha, tugabsi. Klient bilan gaplashdim, alaykum assalom. Klient gaplashdim men, olaman dedi. Ha, bir 100 voqab chiqib bo'ldi ustoz. Allo, shogird qayda? Shogird şeydeydi. Qo'shna qaydasan? Mana yerda ekan ustoz, qo'shnim. Mana şeyda ekanlar. Nima qilsa dedi, shakada? Paxta yirtma aka. Paxta nima qilamiz? Sizga bitta savolda. Bu hayotda paxta qo'ygan yaxshi, paxta tergan yaxshimi? Men qiynalib paxta qo'yganda paxta tergan afzal deb o'ylayman. Shuncha paxta yirtman mana. Malades. Usta nima bo'ldi? Klient topdingizmi? Ha, klient topdim. Aha. Ko'chada o'zi 7 mingdan bo'ldik ha. Hop. U klient aytdi, pul yo'qligiga 6 mingdan qilib beraman dedi. Shundan traktor yo'l kirgizga pul berish kerak ekanda. Undan xayrli vaqtga klientga berib qo'ya olmaymizmi usta? Aytgan Bir haftaga 10 mingdan Nessia'ga sotdim. Nima deysiz? u beraymi-ki? Beradi. 10 mingdan beraman dedi. U
ertaga anaqa qilmasmikin, chiriga qo'ymasmikin Ya deyapman. xudo xohlasa shunchasini mehnat qilib chiqib Qara, qo'ydik-ku. 6 mingdan sotsak, 100 o'g'izga chiqqan bo'lsa 650 ming pul bo'ladi. 10 ming so'mda 1 million pul bo'ladi, usta. Agar yo'qsa ham Bir hafta bir pas o'tib ketadi, usta. Bu bitta yo'qsa bir ko'rsatgancha oladi odam. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, ko'rsatamiz. Oshna, hozir usta, bu sotgan odam bilan gaplashaman dedilar. Kimni ko'rsatamiz hozir? Bu naqd ko'rsatib qo'ya qolaylikmi? Naqd sotmasa ko'paytirib bo'lmadi, oshna. 600 ming pulga sotib olasanmi shunchani? Oyoqlarim ham og'rib ketdi, o'rtoq. Короче, nima deymiz, oshna? Usta telefonimni berib ketdi deymiz. Ustaga telefon qilaman, usta mashina deymiz. Men chekka turgan gaplashaman o'zim. Men O'zing gaplashasanmi? o'zim Aniq ko'paytira olasanmi? ko'paytiraman. Bo'ldi, oshna. Tamam. Usta. Anu G'o'zapayin oladigan odamga telefon qiling. Nomerini beray. 99li 143 67 ga qiling. Ash G'o'zapayin olaman degan odam. Bo'ldi. Chamamda pastda so'msoxonada ishlar-ku odam. Bo'ldi, bacha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, so'msiz? Bo'limda gaplashganmiz o'zi bu to'g'risida. Gaplashgan nimaga? Ha, o'shangiz bola shogird berishuvdi. Nima bo'ldi aka sizdan ishinglar? Aka bir hafta nessiyaga pulini qilib beraman, bir haftaning ichida 10 mingdan dogovor qildim aka. 10 mingdan dogovor qilibsiz. Mayli, anaqasi emas, pulni aniq berasizmi? Bizga pul keladi. Aka bir haftada qilib beraman. Xohlasangiz naqd aka 6 mingdan beraman. Yo, bizga 6 mingdan anaqa emas, biz o'zi 7 mingdan sotamiz deb turuvdi-da o'zi. Aka bir haftadan bir pas o'tib ketdi. Yana xuddi mana shu kunda aka men sizga 1 million pul beraman 100 o'g'il bo'lsa. Bo'ldi. Faqat oldaman, faqat iltimos, ha, bizga pul zarurligi uchun anaqa qildi, biz mehnat qildi bolalar. Xo'p. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, men gaplashdim men. Bo'ldi, usta bo'lsa biz yuklab beraveramiz. Ha, bo'ldi, bir orasizlar Xo'p, yo'qsa. biror pul yuklab beraveramiz. Bo'ldi, men tushib ketdim. Xo'p, siz ketavering. Xo'p. Usta? Ha, bilmadilar. Shuruvdim o'ylarga ustani. Evlapsa. O'yini nima rollar? O'zida qilamidlar. Ko'paytiraydi ish qilib. Endi yo'q, ko'paytiraman o'z. Bo'ldi. Ona ustini zilapni bo'ladi oshna. Har safar ustini o'ylatdi-da. Har safar o'ylatdi. Hadda bu safar o'zingizga qo'yib etdim, do'st ko'paytiraman dedingiz-ku. Bo'ldi. Qilamidlar mahsus. Yo'q, men tushirib oldim.